Tiza bo'g'imi kasalliklarida bo'g'imga ukol qilishni nima ahamiyati bor? Juda yaxshi savol. Bugungi kunda keng tarqalgan davo muolajalari hisoblanadi. Tiza bo'g'imiga qachon ukol qilganimizda kasallikka biza mahalliy ta'sir qiladi. Ya'ni kasallik rivojlanayotgan nuqtaga ta'sir qiladi. Shu sababdan bu metodikani effektivligi boshqa metodikadan effektivligi yuqori. Buni quyidagi turlari bor. PRP terapiya birinchisi. Odam organizmga qon olib, qonni sentrifuga qilib, undan hosil bo'lgan plazmani tiza bo'g'imiga qo'yiladi. Natijada yallig'lanish jarayoni tezroq bartaraf bo'ladi. Hamda gormonoterapiya bor. Ya'ni gormon tiza bo'g'imiga qilinganda, bu ham yallig'lanish jarayonini tezroq bartaraf bo'lishiga sababchi bo'ladi. Keyingi turi, ya'ni gialuronik kislota bor. Gialuronik kislotani tiza bo'g'imiga jo'natilganda, tiza bo'g'imi suyuqligi miqdori ko'payadi. Natijada tiza bo'g'imda bo'shliq hosil bo'lib, tiza bo'g'imi yuzalari bir-biriga ishqalanish kamayadi. Natijada og'riqdan ham, kasallikdan ham bartaraf bo'ladi. Shu o'rinda yana bir o'ta bir muhim fakt haqida aytib o'tmoqchiman. Agar shu muolajaga tiza mashqlarini, tizani davolovchi mashqlarini agar qo'shadigan bo'lsa, bemor shu mashqlarni muntazam ravishda qiladigan bo'lsa, bu kasallikdan tezroq bartaraf bo'ladi va tiza bo'g'imidagi og'riqlardan 70-80% qutuladi. Gapimning so'ngida shuni aytmoqchimanki, bunaqa holatda bemorlar reabilitolog konsultatsiyasini olish kerak bo'ladi.